Endi bolalarga noqonuniy diniy saboq berganlar to'g'ridan-to'g'ri jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Bugun 25-iyun kuni Senatning 8-yalpi majlisida bolalarga noqonuniy ravishda diniy ta'lim berganlik uchun jazo belgilashni nazarda tutuvchi qonun ko'rib chiqildi. Qonun bilan Jinoyat kodeksining 229.2 moddasiga qo'shimcha band kiritilmoqda. Unga ko'ra, maxsus diniy ma'lumoti bo'lmay turib va diniy tashkilot boshqaruvi markazi organining ruxsatsiz voyaga yetmagan shaxsga diniy ta'limotdan saboq berish, xuddi shuningdek, voyaga yetmagan shaxsga xususiy tartibda diniy ta'limotdan saboq berish bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravaridan 100 baravarigacha miqdorda jarima yoki 360 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Qonun senatorlar tomonidan ma'qullanib, imzolash uchun prezidentga yuborildi. Yangi kiritilayotgan band dispansiyasida esa ma'muriy jazo qo'llanilganidan keyin sodir etilgan bo'lsa jumlasi yo'q. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda ham voyaga yetmaganlarga noqonuniy ravishda diniy ta'lim berganlik uchun jazo ko'zda tutilmagan. Bundan kelib chiqadiki, voyaga yetmaganlarga noqonuniy ravishda diniy ta'lim berganlar to'g'ridan-to'g'ri jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin.